Oh, right. Okay, let's start today's lesson. Today we are going to learn about present simple. Demek, bugungi mavzuyimiz present simple ekan. Present simple bu oddiy hozirgi zamon degan. Demak, burada I do work like etc. ya'ni bitta fe'l berib ketyapti. Do work like. Qaysi gapimiz? Subject plus verb birdan, ya'ni birinchi darajasidan tashkil topsa, bu present simple deyiladi. Okay? Ya'ni bitta ega, bitta fe'l qatnashgan bo'lsa, bu present simple degan. Bu yerda xuddi shunaqa I bu ega, do bu verb bir. Okay? Demak, we read a lot. Demak, biz o'qiymiz ko'p, ya'ni biz ko'p o'qiymiz deyapti. I like ice cream. Ice creamni yoqtiraman. Men muzqaymoqni yoqtiraman. They are looking at their books. Ular o'zlarining kitoblariga qarayaptilar. They read a lot. Ular juda ko'p o'qiydilar. He's eating an ice cream. He likes ice cream. Bu yerda qaranglar, biz oldingi yutgan mavzuyimiz hozirgi davomli zamon haqida gap ketyapti mana shu yerda. Looking at their books bor. Bu yerda they are bu qisqartirilgan shakli to be are bor. Bu yerda lookdan keyin ing bor. Ya'ni they are looking at their books. Hozir ular kitoblarga qarayaptilar. Hozirda ular qarayaptilar. Okay, bu yerda is eating an ice cream. U ham hozirda ice cream, ya'ni muzqaymoq yeyapti. Got it? They read, he likes, I work, etc. This the present simple. Demak, bular present simple bo'lar ekan. Bu yerda e'tibor bersak, he ga likes, ya'ni se qo'shilyapti. Demak, ketdik. I, we, you, they ga, ya'ni I bilan qolgan ko'plik shakllarga o'sha fe'lni o'zi, ya'ni bitta fe'l read, like, work, read, watch, do, have. Lekin he, she, uchinchi shaxs birliklarga s tushunchasi qo'shilyapti. Fe'llarning oxirida s yoki es tushunchasi. Bu ko'plik ma'nosida emas. He, she, itga biz is qo'yamiz, o'sha isni o'rniga bu yerda s kelyapti. Ya'ni s yoki es qo'yishimiz shart ekan. Misol uchun he reads, she likes, it works, it lives. Bunaqa. Remember deyapti, ya'ni yodda tuting deyapti. He works, she lives, it rains. Ya'ni hozirgi aytganimiz. Ya'ni he, she, itga biz har doim s yoki es tushunchasi qo'yishimiz shart ekan. I work in a shop. Men magazinda ishlayman. My brother works in a bank. Mening akam bankda ishlaydi. Works, qaranglar, s qo'shilyapti. Bu yerda yozib qo'yibdi. Not my brother work. Ya'ni mening akam bankda ishlaydi desa, my brother work, ya'ni siz bo'lmaydi deyapti. Chunki my brother bu he ga to'g'ri keladi. He, she, itga shaxs birliklarga biz albatta s qo'yishimiz shart degan. Linda lives in London. Ya'ni Linda Londonda yashaydi. Bu yerda ham s qo'shilyapti. Chunki Linda she bo'ladi. Her parents live in Scotland. Nimaga her parents live bo'lyapti? Chunki bu yerda parents haqida gap ketyapti. Ya'ni ota onasi ikkita odam bo'lganligi uchun ko'plik shakllarga biz fe'lni o'zini qo'yamiz. Live. It rains. It bu ham qo'shiladi. A lot in winter. I have bo'lsa endi he, she, itlarga had bo'ladi. Ya'ni bor bo'lmoq, biror narsani bor demoqchi bo'lsak, I have a book desam, bu I have bo'ladi. Endi she have a book deya olmayman, she has a book deyman. Ya'ni have ni o'rniga have ishlatamiz ekan, he, she, itga nisbatan. John has a shower every day. Okay? Spellingda appendix 5 da berilgan ekan, mana shu qanaqa qo'shilishlari va bu yerga ham oddiygina berib ketdi. As, after, say. Ya'ni es qachon qo'yamiz ekan? Es, ya'ni esni s bilan tugasa, sh bilan tugasa, ch bilan tugasa, so'zimizni oxiri sh bilan tugasa, biz es qo'yamiz ekan. Misol uchun past bu s bilan tugayapti, demak burada s qo'shilyapti. Finish bu sh bilan tugayapti, demak finishes bo'lyapti. Bu watch ch bilan tugayapti, watch bo'lyapti. Endi y bilan tugasa ies qo'shilyapti. ies. Demak, study desa studies, try desa tries bo'lyapti. Also yana qo'shimchasiga deyapti, do bilan does, go bilan goes. Okay? Bida, we use the present simple for things that true in general or for things that happen sometimes or all the time. Bu yerda
present simple haqida qonli ma'lumot beryapti. Qarang. Mana shu eng asosiy joy. Present simple ni biz qachon ishlatamiz deyapti? True in general, ya'ni umumiy haqiqatlarga nima kirishi mumkin? Misol uchun, suv 100 gradusda qaynaydi. Quyosh sharqdan janubga qo'nadi yoki general true juda ko'p, ya'ni biz ularni o'zgartira olmaymiz. Bu tabiat qonunlariga mos keladigan haqiqatlar. Ularni biz o'zimiz inson o'zgartira olmadik o'z qo'li bilan. Mana shular biz mana shularni aytishda nima qilamiz? Present simple dan foydalanamiz va for things that happen sometimes or all the time va boshqa ba'zi vaqtda bo'ladi, ya'ni tez bo'lib turadigan narsalarga biz present simple da ishlatamiz. Keyin yana bitta narsa vaqtlarda, misol uchun poyezd soat nechida ketishi haqida timetable deydi, jadvallarda albatta present simple da ishlatamiz. Okay, birinchisi I like big cities. Men katta shaharlarni yoqtiraman. Bu yerda like yoqtirish bu hissiyot ma'nosida deyapti. Hissiyotda ham misol uchun feel like bularda ham biz present simple da ishlatamiz. The shop open at 9 o'clock and close. Bu hozir aytganimizdek shift, ya'ni timetable haqida ketyapti. Bunda ham albatta biz present simple ni ishlatamiz. Tim works very hard. U juda ham qattiq ishlaydi. Demak, bu timni har kuni qattiq ishlaydi. He starts at bu yana timetable bo'lyapti. The earth goes round the sun. Mana bu yerda ham yer quyoshning atrofida aylanadi deyapti. Bu umumiy haqiqatlar, ya'ni biz bularni rad qila olmaymiz. We do a lot of different things in our free time. Biz bo'sh vaqtimizda juda ko'p ishlar qilamiz. Demak, biz har doim yoki ba'zan shu ishni takrorlaymiz, ya'ni takrorlanadigan ish harakat. It costs a lot of money to stay at luxury hotels. Ya'ni qimmat hotellarda tulish judayam, ya'ni qimmat turadi. Ya'ni luxury degani eng zo'r hotel, 5 yulduzli hotellarda. Okay? Endi sizda bu kalit so'zlar beryapti. Demak, present simple qaysi kalit so'zlar bilan? Always bilan, never bilan, often, sometimes, usually mana shular ketadi. Demak, present simple da simple deb bilib olamiz deblardi. She always arrives at work early. She har kuni ishga vaqtida, ya'ni vaqtidan ham oldin keladi deyapti. I usually go to work by car, but sometimes I walk. Man ba'zan ishga piyoda boraman, ko'proq piyoda boraman, ba'zan nima qilaman? Ko'proq mashina bilan boraman, ba'zan piyoda boraman deyapti. Not I go usually. Okay? Ya'ni bu yerda usually, often, never bular borib egadan keyin kelyapti, e'tibor bersangiz. Egadan keyin, undan keyin fe'l kelyapti. Ya'ni fe'ldan keyin hech qachon kelmaydi bular. Mana shunga ham e'tibor beringlar, xavfi bor. Julia never eats breakfast. Bu yerdan qaranglar, Juliadan keyin never kelyapti, keyin eats kelyapti, ya'ni yemoq. Hech qachon nonushta qilmaydi Julia. Tom lives near us. Tom bizga yaqin joyda yashaydi. We often see him. Biz uni tez-tez ko'rib turamiz. Demak, inkor shaklida don't, don't tushunchasi qo'shiladi. I don't go, I don't arrive, I don't eat. Mana shunaqa question shaklida do you bo'ladi. He she'ga nisbatan does bo'ladi. Okay. So, exercise bajaramiz. Write the verbs as yes. Bunda haligi aytganimiz, demak, thinkga nima bo'ladi? Think. Flyga oxiri y bilan tugaydigan harflarni biz nima qo'yamiz dedik? is ga o'zgartiramiz. Mana is bo'ladi. Flies bo'ladi. Okay? Dance oxiri bilan tugasa bunga hech narsa yo'q. Seni o'zini qo'shamiz. Have ni qachon nima dedik? Has qilamiz dedik. Itni finish she bilan tugaganga biz as qo'shamiz dedik. Finishes bo'ladi. Right? Complete the sentence about the people in the picture with these words. Demak, bu fe'llardan foydalanib ularni to'ldiring deyapti. Birinchisi, he plays the piano. U pianino o'ynayapti. Nimaga bu yerda he bo'lgan sabab plays qo'yapti, play. Ikkinchi they demak bizga they yoki f shart emas. Demak, biz they ishlatyapmiz. Faqat fe'lni qo'yamiz xolos. They in a very big house.
Ya'ni ular katta uyda nima qilishadi? Yashashadi. They live. Demak, bu yerga biz live yozamiz. They live. Agar mana shu he yoki she bo'lganda they live bo'lardi, okay? Bu yerda bu a lot of fruit, ya'ni a lot of fruit bo'lyapti. Juda ko'p mevalar, mevalar juda ko'p deyapti. Endi mevalarni u nima qilyapti? Bu yerda eat deyapti. Albatta nimani yeydi? Demak, mana shu to'g'ri keladi. Demak, bu qiz bola bo'lsa, biz nomi ham berilmagan ekan. Demak, biz bunga nima qo'yamiz? She qo'yamiz. She eatga eat yozamiz, lekin eatga biz s yoki as qo'shishimiz kerak, chunki bu she bilan boshlanadi. Demak, eat bo'ladi. She eats a lot of fruit. Okay. To'rga keldik. To'rda bular nima qilishyapti? Tennis, ya'ni tennis o'ynayapti demoqchi. Demak, bu yerda o'ynash ikkita bor ekan, bittasi ketdi, yana bitta qoldi. Play. Demak, ikkita bo'lganligi sabab they play tennis bo'ladi. Bu to the cinema a lot. U sinemaga juda ko'p boradi yoki biron narsa deyapti. Demak, boradi bo'ladi albatta bu yerda. Boradi, go. Bu yana ikkita bo'lar ham. Demak, ularga ham biz they go to the cinema. Va oxirgisi 6 sleep oldi. Bitta o'zi bor ekan, 8 hours a night. Ya'ni u 8 soat uxlarkan har kecha. Demak, buni biz yozamiz. Sleep desa xato bo'ladi. Sleepga demak biz bitta step qo'yamiz. Sleep bo'ladi. Okay. Complete the sentence using these verbs. Demak, boil, close, cost, like, meet, open, speak, teach, wash. Buni ikkita ushlashmadan qolganini sizlar bajarasizlar. Margaret speaks 4 languages, ya'ni 4 ta tilda gaplashadi deyapti. He greets in the bank usually, ya'ni Britaniyada banklar ishlaydi deyapti. Ertalab soat 9:30 da. Demak, bu timetable bo'lgani uchun present simple da bo'ladi. Present simple da bu yerda banks bor. Qarasak, banks demak bu ko'plik shaklida, bizga s yoki s shart emas. Biz o'zini qo'yamiz. Endi ertalab soat 9:30da yopmaydi, close bo'lmaydi. Close bo'lmaydi, nima qiladi? Open qiladi. Demak, biz open qilishimiz kerak. Open, och. Okay, open yozamiz. Open desak bo'ldi. In Britain, the banks usually open at 9:30 in the morning. Okay. The city museum. Demak, bu bitta narsa haqida gapiryapti. Shuning uchun bu itga to'g'ri kelyapti. Demak, uchinchi birlik bo'lganligi sabab bunga s qo'shishimiz kerak. Endi buni qaysi birini qo'yamiz, ko'rib chiqamiz. The city museum, ya'ni shahar muzeyi 5 soat 5 da kechqurun deyapti. Nima qilinadi? Wash yuvinadi, teach o'rgatadi, speak gapiradi, ochiladi, ochilmaydi, kechga ochilmaydi. Meet uchrashadi, uchrasha olmaydi. Muzey like yoqtirmaydi, cost narxi bo'lmaydi. Boil qaynata olmaymiz. Demak, bu bir dona close qoldi. Close bo'lsa xato bo'ladi. Biz close bo'ladi. Demak, the city museum closed at 5 o'clock in the morning. Okay. Qolganini bajarib qo'yasizlar. Biz ketdik. Right sentence from the word to the verb arrive or arrive at sentence. Demak, bu yerga qarab bularni to'ldirishimiz kerak ekan. I ga nisbatan I bo'lsa, demak biz ses qo'shmaymiz, просто yozib ketamiz. Demak, I dan keyin bu yerda nima bor? Often bor. Play bilan often bor. Bu yerda verbdan oldin biz har doim kalitsiz yozamiz dedik. I often yozamiz. Undan keyin fail yozish kerak. Fail yozamiz. Play, I often play. Nima qoldi? Basketball qoldi. Basketball. Uchinchisi. Work Margaret hard usually. Demak, egani topishimiz kerak. Birinchi. Ega Margaret. Margaretni yozamiz. Margaretdan keyin bizda kalitsimiz bormi? Albatta bor. Usually degan kalitsimiz bor. Odatda degan. Margaret usually. Endi fail topishimiz kerak. Fail qaysi? Hardmi, workmi? Hard qattiq, work ishlash. Demak, bizda ishlash fail bo'ladi. Work hard keyin keladi. Got it? Oson ekan. Bu
Jenny always nice clothes wear. Demak, bu yerda biz egani topamiz. Ega o'zi birinchida kelibdi. Jenny qiz bola. Jenny kalitimidan bundan keyin kelibdi. Always, ya'ni always endi bizga nima kerak? Fe'l kerak. Fe'l qaysi nice clothesmi? Yo'q, albatta wear. Wear bo'lsa, demak wear'ni yozamiz. Lekin Jenny bo'lgani uchun bitta fe'l qo'yamiz. Jenny always wears nice clothes. Demak, Jenny har doim yaxshi kiyimlar kiyadi deyapti. Va 5-si dinner we have always at 7. Demak, bu timetable ekan. Bu yerda biz egani topamiz. Ega we bizda kalitimiz bormi? Albatta bor. Always, har doim, we always. Fe'limiz qaysi? Fe'limiz have. We always have. Undan keyin dinner, keyin soatni yozamiz. At dinner at 7 o'clock. Okay? Va 6. Bu yerda egani topamiz. Tim ekan. Timdan keyin bizda kalit so'zimiz never ekan. Neverdan keyin biz fail. Fail demak watch ekan. Biz yes tutamiz chunki ch bilan tugayapti. Tim never watch television. TV deb qo'yamiz. Okay. Va bu yerda egani topamiz. Ega bu yerda chocolate yoki children bo'lishi mumkin. Chocolate ham ega desak bo'ladi, lekin bu yerdan bizga ma'nosi to'g'ri keladigan ma'nosidan qarab kelsak, bu yerda bu chocolate bu ot bo'lib kelyapti. Children ega bo'lib kelyapti. Demak, children yozamiz. Children ya'ni bolalar usually odatda usually usually demak like bolalar bo'lgani uchun like ni o'zi kelyapti. Chocolate ya'ni chocolate. Okay. Va nihoyat oxiri. Bu yerda ham Julia qiz bolaning ismi kelyapti. Julia. Enjoy always party. Demak, bizga kalit so'zimiz always. Undan keyin bizga nima kerak? Fe'l kerak. Enjoy deyapmiz chunki Julia bo'lyapti va oxiri partyni yozamiz. Parties. Got it? Write sentences about yourself. O'zingiz haqida gap yozing deyapti. Use always, never, often, sometimes, usually. Buni o'zinglar yozasizlar. Ya'ni always ni, never ni, often ni, sometimes ni, usually ni qo'yib, mana shularni yozasiz. Misol uchun watch television. Tez-tez ko'rasizmi, odatda ko'rasizmi yoki umuman ko'rmaysizmi? Mana shularni yozib ketasiz. Yoki read in a bed yoki get up before 7. Ertadan oldin har kuni turasizmi, tez-tez turasizmi, hech qachon turmaysizmi? Mana shularni yozib ketasiz. Bu ham present simple ekan. Bu negativ. Bunga to'xtalib o'tmaymiz chunki hozir o'tganmiz. Bunda faqat bitta narsa nima? Negativda biz fe'ldan oldin don't yoki doesn't ishlatamiz. Doesn't he, she, itga nisbatan don't, I, we use degan nisbatan ishlatiladi. Coffee, no thanks, I don't drink coffee. Ya'ni I bo'lgani uchun don't bo'lyapti. Bu yerda fe'l yana o'zi kelyapti. I don't drink coffee. Okay, I don't like my job. Demak, bu yerda she, he, she qo'ysak, he doesn't like his job bo'lyapti. Shu yerda e'tibor beradigan joyimiz does kelsa, ya'ni doesn't kelsa, demak biz bu like'dagi seni olib tashlaymiz. Chunki does o'zi olyapti. Do'ga es qo'shsak does bo'lardi, shu olyapti, does not bo'lib, demak like'ga kerak emas. Bunda ham does olyapti, drink'ga kerak emas ekan. Mana negativlar bir parcha. I work desa I don't work bo'lyapti. He works desa he doesn't work bo'lyapti. Ya'ni works bo'lmayapti. I drink coffee but I don't drink tea. She drinks tea but she doesn't drink coffee. Buni bildik. Remember, yodda tuting deyapti. I, we, you, they'ga don't ishlatamiz deyapti. He, she'ga doesn't ishlatamiz, lekin doesn't ishlatsak like dan t qo'shmaymiz deyapti. Buni ham bilib oldik. C'da we use don't, doesn't, infinitive, don't like, doesn't speak, doesn't do. Hozir aytganimiz, ya'ni don't bilan doesn't kelsa har doim infinitive keladi deyapti. Okay? I don't like washing the car. I don't do it very often. Sandra speaks Spanish, but she doesn't speak. Yani speaks bilan speak kelyapti, chunki doesn't ga o'tib ketyapti. Mashqlar.
Write the negative. Hammasini negative yozib qo'yamiz. Ikkinchisi, Jane plays the piano very well. Jane piano yaxshi o'ynaydi deyapti. Endi bunga negativ bo'lsa, piano yaxshi o'ynamaydi bo'lishi kerak. Demak, Jane does not qo'yamiz dedik. Does not. Undan keyin fail. Failimiz play. Plays yozilgan, biz plays yozmaymiz chunki xato bo'ladi. Does yozish. Jane doesn't play the piano very well. Yaxshi o'ynamaydi deyapti. Va oxirini ham bajarib qo'yaylik, keyin qolganini sizlar bajarasizlar. You do the same thing every day. Sen har kuni bir xil ishni bajarasan deyapti. Demak, bu yerda biz sen har kuni har xil ishni bajarmaysan deyishimiz kerak. Negativ yozish kerak. Demak, you bo'lgani uchun biz do ni ishlatamiz. You don't qilyapti. Ya'ni mana shu yerda ba'zilar o'ylanib qoladi. Bu yerda do bor, do not yozdik. Yana do yozamiz deydi. Albatta yana do yozasiz. Nimaga? Chunki bu do not bu formuladagi do not. Okay, buning ma'nosi faqat not qo'shimchasini berish, ya'ni yo'q, negativ ma'noni berish. Bu asosiy fe'lni bu do yana keladi. You do not do the same thing every day. Mana shu ma'lumotlar yodingizdan chiqmasin. Study the information and write sentences with like. Demak, buni o'qib like bilan nimalar gaplar tuzinglar deyapti. Bill and Rose like classical music. Carol qani bu yerda? Carol ekan. Nimani yoqtiradi Carol? Yes demak nima? Boxing. Demak, boxing yoqtiradi ekan. Bu yerga yozamiz. Carol like boxing. And I classical music. Kim classical music yoqtiradi? Bill and Rose yoki you. Sizchi? Siz nima qilasiz? Yoqtirasizmi boxing? Albatta yoqtirsangiz I like it, yoqtirmasangiz I do not like it qo'yasiz. Bill va Roza bir narsani yoqtiradi, buni ham to'ldirib qo'yasiz, oxirini ham to'ldirib qo'yasiz. Ya'ni classical music, horror film, boxinglarga qo'yib, oxirgisi you bo'ladi, ya'ni o'zingiz bo'ladi. Okay? Write about yourself. O'zingiz haqingizda yozing. Buni ham men qilib berdim, o'zingiz qilasizlar. I never, I often, I don't, ya'ni watch TV ga yozib qo'yibdi. I don't watch TV very often, ya'ni ko'p men televizor ko'rmayman deyapti. Siz o'zingizga mos qilib yozasiz. Misol uchun go to the theater, kinoteatrga borish. I never, hech qachon bormaganman. I often, tez borib turaman. I don't very often, tez borib turmayman deyapti. Qaysi birini sizga mos kelsa, o'shani yozib ketasiz. Ride a bicycle. Velosipedda uchish, demak I never, I often bittasini qo'yasiz. Eat in a restaurant, restoranda, ko'chada ovqat yeyish. Travel by train, poyezd bilan sayohat qilish. Mana shularni hammasini o'zingizga mos qilib I never travel by train. Okay, I often travel by train deb yozib ketasiz. Complete the sentence. All of them are negative. Hammasini negativ qilib yozinglar deyapti. Yoki don't yoki doesn't qo'yasizlar deyapti. Demak, biz mana shularga e'tibor bermaymiz, faqat bularni olamiz. Bularga say, yes qo'shib turmiz. Chunki bizda don't bilan doesn't bor, faqat birlikmi, ko'plikmi yoki I bormi yoki hech uchinchi shaxs birlik bormi, shuni topsak bo'ldi. Paul has a car but he demak he'ga nisbatan biz do emas does ishlatamiz. Okay? Demak, bu yerga does ishlatamiz. He does, hammasiga negativ qo'yamiz. He does not eat very often. Demak, car bo'lsa carni nima qiladi? Cost, narxini tez biron narsa qilmaydi. Narxini tez bormaydi. Car but he does not read bo'lmaydi, no bo'lmaydi, beer bo'lmaydi, see bo'lmaydi. Demak, bitta o'zi yuz qolibdi. Ya'ni ko'p ishlatmaydi. Mashinasi bor qoldi, lekin ko'p ishlatmaydi. They like films. Ular filmlarni yaxshi ko'radi. But they demak ular bo'lganligi uchun biz don't ishlatamiz. They don't to the cinema very often. Sinemaga go bo'ladi. Qolganini bajarib qo'yamiz. Put the verbs in the correct form. Positive order. Bu positive negative o'zingiz tanlab shuni qo'yib ketasiz yoki does not yoki don't.
yoki o'zi. Va nihoyat question type, present simple question. Savolda qanaqa bo'ladi? So'roq shaklida qanaqa bo'ladi desak, so'roq shaklida ham xuddi shunaqa, faqat do bilan does oldinga chiqadi xolos. We use do does in present simple. Misol uchun, I work, do I work? Do I do? Mana qaranglar, do I do bo'lyapti. Ikkita do kelyapti. Nimaga? Chunki bittasi formuladagi do, bittasi asosiy fe'limiz. Yoki does he do? Does he have? Hammasi bo'lib kelyapti. Okay? Okay, so study the word order. Demak, word orderni ko'rib chiqamiz. Do, does plus subject plus infinite. Bu yerda W equation kelsa, albatta do doesdan oldin keladi. Where do? Where do you work? Where do your friends live? Where does Chris play tennis? Ya'ni where yoki how often W equation kelishi bilan do'dan oldinga o'tadi albatta. Always, usually, often haligi nimalarimiz bor, keywordlarimiz. Ular kelsa, biz gapda kelsa, biz gapda ya'ni fe'ldan oldin, egadan keyin keladi. Endi so'roq shaklida kelsa qanaqa bo'ladi desak, so'roq shaklida ham xuddi shunaqa. Egadan keyin, fe'ldan oldin. Mana. Do you always have breakfast? Ha? Ya'ni always you'dan keyin fe'ldan oldin. O'sha joyda qoladi, ya'ni boshqa joyga o'tmaydi. What do you do? What's your job? What do you do degani what's your job degani. Ya'ni what do you do desa nima ish qilasan degan ma'noda beryapti. Demak, bittasi what do you do desa hozir nima qilyapsan bu what are you doing bo'ladi. Hozir nima qilyapsan? What are you doing? What do you do desa bu what's your job ga teng bo'lar ekan. Demak, bittasiga what do you do desa I work in a bank. Okay? I'm a student degan bo'ladi. Kasbing nima? Bittaman studentman. Okay? Do they like music? Okay. Short answer. Demak, do bilan javob savol bersa, albatta do bilan javob beramiz. Does bilan savol bersa, albatta does bilan javob berish shart. Negativda bo'lsa, don't yoki doesn't ishlatishimiz shart ekan. Mashlar. Right questions is do on does. Ularga savollar tuzamiz. Do you like chocolate? Demak, bu men shuni yoqtiraman deyapsiz. O'shanga nima qilyapsiz? Savol tuzyapsiz. I play tennis and you senchi deyapti. Siz savol berishingiz kerak. Ya'ni tennisni o'ynaysanmi deb. Okay? Masalan, do you bu yerda that chunki you bor. Do you play tennis? Tennis o'ynaysanmi? Tom plays tennis. Tom play Annachi deyapti. Demak, Annaga ham savol beramiz. Does Annaga nisbatan does Anna play bo'lmaydi, play bo'ladi chunki does bo'lyapti. Does Anna play tennis? Okay. Endi bu yerda hech nimasi yo'q. Yozamiz buni ham. You live near here and your friends. Demak, sen bu yerga yaqin joyda yashaysan, lekin sening do'stlaring-chi deyapti. Demak, do'stlaringiz savol berishingiz kerak. Okay? Do your friends demak, friends bo'lgani uchun bu yerda do ishlatyapti. Ya'ni ko'plik shaklida. Do your friends live near here? Ya'ni bu yerga yaqin joyda turadimi sening do'stlaring ham? Yeah. You speak English and your brother, demak, inglizcha gapirasiz, demak, brother bitta bo'lganligi uchun bizda does your brother speak English? Okay? Bu ikkalasi bitta bo'lib qoldi. Albatta tushunadigan ekan. Oxirini bajaramiz, qolganini o'zimiz bajarib turamiz. You work hard. Sen juda qattiq ishlayapsan. Linda-chi deyapti. Demak, does Linda work hard? Mana bu ketadi.
Okay, what questions is the words in bracket? Demak, bu yerdagi gaplarni olib, WH question bo'lsa, birinchi WH question olamiz. Bittasini o'rgatib ketay. Mana shu uchinchisini qaranglar. 3 ta. Okay. Bu yerda WH question bormi? Bor. How often? How often? Demak, how often bundan keyin nima keladi? Do yoki does keladi. Biz buning uchun egani topishimiz kerak. Ega you ga nisbatan biz do mi does do qo'yamiz. How often do you undan keyin ega va watch keladi va TV. How often do you watch TV? Ya'ni sen qancha tez televizor ko'rasan? Okay, yana qalarda ko'p kattalarni mana shuni qilamiz yoki buni qilamiz. Shu bilan tugaydi. WH question bormi? Bor albatta. What time? What time? Okay. Endi biz egani topishimiz kerak. Birinchi ega qaysi? You. You bo'lgani uchun biz bu yerda do'ni ishlatamiz. Mana shu you boshqa he, she, it bo'lganda yoki biron ism bo'lganda biz doesni ishlatardik. Demak, bu yerda do. What time do egani o'zi keladi. What time do you? Endi bu yerda you'dan keyin bizga fe'l kelishi kerak, lekin fe'ldan oldin bizda bitta narsa bor edi. Kalimatlar bor bo'lsa ham bor. Demak, bu yerda kalimat bormi? Albatta bor. Usually degan kalimat bor. Demak, usually olamiz. What time do you usually endi fe'lni yozamiz. Go to bed. Okay? Juda oson. Buni faqat go to bed. Complete the questions. Bunda ham mana shularni qo'yib chiqib, buni javoblariga savol tutamiz. Misol uchun, what do you do? I work in a bookshop. It's okay. It's okay. Misol uchun, to enjoy go like start teach work. Hammasi yaxshi deyapti. Nima haqida savol berish mumkin? Albatta job haqida. Chunki bu yerda nima deyapti? It's okay deyapti. Start desa bo'lmaydi, teach desa bo'lmaydi, enjoy desa bo'lmaydi, go, like, do. Okay? Yozaman. How is your work? Yani ishing qalay? So it's okay. What time in the morning? At 9 o'clock. Soat nechida ertalab nima qilasan deyapti. Demak, bu yerda ertalab soat nechida borasan? Nechida borasan? 9da. Okay, borish. Ishga borasan. What time? Demak, biz kim haqida gapiryapmiz? U haqida bu yerda ikkita odam gapiryapti. You, hammasida you beramiz. What time? You'ga nisbatan biz do ishlatamiz. What time do you bo'ladi? What time do you? Do you'dan keyin fe'l kerak. Fe'limiz go dedik. What time do you go? Qayerga? Ishga. To work in the morning. Ishga ertalab nechida borasan? At 9 o'clock. Qolganini bajarib qo'yamiz. Write short answers. Bularga endi yozmasangiz ham bo'ladi, yozsangiz ham bo'ladi. Oson. Ya'ni do bilan savol berilyaptimi? Do bilan javob beramiz. Does bilanmi? Does bilan javob beramiz. Okay, that's all for today. Bugungi mana shular yetadi. Have a good day. I hope it's very good for you. Hammasi tushunarli bo'ldi deganimni kutaman. Hammaga rahmat. Inshaalloh muvaffaqiyat bo'ladi.